Dubayda eng oson ishga oladigan top 5 ta kompaniya. Agar siz ish topolmayotgan bo'lsangiz yoki sizga tez ishga kirish kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta mana shu kompaniyalarga ishga topshiring. 5-o'rinda Apparel gruppasi turadi. 70 dan ortiq mashhur brendlar, 20 mingdan ortiq ishchilar ishlaydigan bu kompaniyada oyliklar 1000 va 1,5 ming dollar atrofida. 4-o'rinda Lamar gruppasi turadi. Lamar gruppasi 50 dan ortiq mashhur brendlar mavjud va ularda 10 mingdan ortiq ishchilar ishlaydi. Va oyliklar 1000 dollar va 1200 dollar atrofida. 3-o'rinda GMG kompaniyasi turadi. Bu kompaniyada 120 dan ortiq mashhur brendlar, 25 mingdan ortiq xodimlar ishlaydi va bu kompaniyada oyliklar 1000 va 1,5 ming dollar atrofida. 2-o'rinda Asr Pharmacy turadi. 400 dan ortiq filiali bo'lgan bu kompaniyada oyliklar 1,5 ming dollar atrofida. Va eng qizig'i, bu aptekaga siz tajribasiz ham bemalol ishga kirishingiz mumkin. 1-o'rinda bo'lsa Life Pharmacy turadi. 600 ga yaqin filiali bo'lgan bu aptekada 20 mingdan ortiq odam ishlaydi. Oyliklar 1000 dollardan boshlanadi va siz hech qanday tajribasiz ham bu aptekaga bemalol ishga kirishingiz mumkin. Bu videoni saqlab qo'yish esingizdan chiqmasin va Dubayga kelib ishlamoqchi bo'lgan do'stingiz bo'ladigan bo'lsa, bu videoni albatta jo'natib qo'ying va undan tashqari Dubay haqidagi foydali ma'lumotlar uchun obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.